Sobirjon Eraliyev uchun bu safar oddiy xorij safari emas. U oilasi bilan birga yangi ish, yangi imkoniyat va yangi hayot sari yo'l oldi. Endi u chet elda ish izlab sarson bo'lmaydi. Belarusiyada uni rasmiy ish o'rni kutmoqda. Ptitsa fabrikada ishladim, parandachilikda, undan keyin shoferlik bo'lib ishladim. Shu ikkita sohamni aytdim, sizga ish o'rinlari bor, oilangiz bilan borasiz dedi. Oilam, turmush o'rtog'im, ayolim, ya'ni doktor sohasida ishlaganligi uchun bu yoqqa ham ishlar bor, oilangiz bilan kelavering degan sababli ko'ngil to'q ketyapmiz. Belarus Respublikasi bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik yana yuzlab andijonliklar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Andijon viloyat hokimining Belarusga tashrifi doirasida 255 nafar andijonlik mehnat migranti ushbu davlatda kutib olindi. Andijon viloyat hokimining o'zi andijonliklarni qarshi oldi. Ularning barchasi belgilangan tartibda rasmiy ish bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Bu yerda ko'rib turganinglardek hammani kayfiyati juda cho'q, kayfiyati yaxshi. Qolaversa ketayotganlar ichida oilalilar, mana farzandlar bilan, kichkina qizaloqlar bilan ketayotganlar bor. Bularda hozir barchasini o'sha yerda Andijon viloyatining delegatsiyasi bilan turgan viloyat hokimi Shuhratbek Qo'shabovich o'zlari kutib oladilar. Bu esa xorijda ishlash istagidagi fuqarolarning tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasini ta'minlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish yo'lidagi muhim qadamlardan biri. Hammaga bergan e'lonlarimizdan keyin juda ham ko'p talabgorlar Belarusga borib ishlagani, qiladigan haligi sharoitlarni eshitib, kafolatlangan, xavfsiz ish bilan ta'minlanishini eshitib, talabgorlar ko'p bo'ldi. Birinchi 255 nafar fuqaroni saralab, shularning ichidan tanlab olindi. Bugun mehnat migratsiyasiga shunchaki xorijiga ish izlab ketish sifatida emas, balki tartibli, xavfsiz va qonuniy jarayon sifatida yondashilmoqda. Belorussiya bilan o'rnatilgan hamkorlik esa yuzlab andijonliklarning rasmiy ish bilan ta'minlanishiga yo'l ochmoqda. 255 nafar andijonlik uchun boshlangan bu yo'l ortida 255 oila, yuzlab yaqinlar va katta umidlar turgan yangi imkoniyatlar yo'lidir. Gulzira Rustamova, Nasibullo To'rajonov, Zamon informatsion dasturi uchun.